Salom alaykum. Yaxshi yo'ldingizmi? Bezdirlar. Xudo xolasa o'tdim. Olganim ichim. Xudo xolasa yaxshi. Yaxshimi? Xudo xolasa. Vohalarga netib bo'lyapti, chekka hududlarga. Har bitta hududga Xudo xolasa yetkazib beryapti. Necha kun netib bo'ladi shu vohada? Vohada aka 3 kundan 5 kungacha Xudo xolasa. Zakaz bersa 3 kundan 5 kun. Besh kun. Borganlar pul berilyapti. Borgandan keyin pul olmaydi. Oldindan to'lovimiz yo'q. Aka streshadi, telefon hamda yozib olamiz. Hechga boradi, qo'llariga olishadi, keyin pul berishadi. O'zlari siz nalichiga postoyanni bor, ha? Doimiyga bor aka. Ha, lakat Kelib olib ketishsa, Ha. korxonamizga kelib sotuv joyimizga olib ketsa, tayyor bor. postoyanni bo'ladi, ha? Doim bor. Hani boshqa nimalar o'sha 3 kundan keyin bu zakaz. Yo'q, mana tayyor aka nalichiydi. Nari korxonamizda aka o'ralig'i ham turibdi aka. Tayyor zapasimiz bor, sotuvimizga. Ham yo'g'imiz tayyor. Faqat o'sha 3 kundan 5 kungacha 5 kungacha deyotganimiz ham aka shu jo'natishimiz, shopirimizni adam baqa borib yukib tashlab qaytib kelishi muddati xolos. Ha, bor. Lekin o'zi tayyorimiz bor aka. tayyor. Hamma pechkamiz sotuvga tayyor. Dastlabki uygacha men markaz hudud yo'l nimaga? Trassa bo'ylab markazlar, shahar markazlarigacha, uygacha yetkazib bera olamiz. Chunki bizning asosiy shopirlarimiz Isuzu'da 10 tondan